Ey siz, niyat daftaringizni ko'rsating, qanaqa yozishni o'rgating deganmidingiz? Bu reels siz uchun o'tkazib yubormay. Iloji bo'lsa aytganlarimni yozib oling, chunki topga chiqmasam 2 kundan keyin o'chirib tashlayman. Niyat daftar qanaqa yoziladi? Birinchi bo'lib bismillahdan boshlaysiz va bor narsangizga shukrona keltirasiz. Misol uchun, ko'zim ko'ryapti, oyog'im yuryapti, nafas olyapman, tanu jonim sog' kabi shukrona yozasiz. Ana undan keyin nima xohlayapsiz? Misol uchun, siz uy xohlayapsiz. O'sha uyga qanaqa kvadrat metri shukrona keltirgan holatda chiroyli gumonda bo'lib, o'ziga hamd etib yozishni boshlaysiz va yozganingizdan keyin olma besh og'zimga tush deb emas, o'sha maqsadga yarasha harakat qilasiz. Misol uchun, men 100 mingta obunachi xohlayapman, lekin umuman kontent joylamayapman, hech qanaqa video menda chiqmayapti. Demak, u maqsadga meni harakatim ham yo'q. U maqsadga erishishga hech qanaqa garantiya ham yo'q. Shu sababli maqsadga borish uchun har kuni sifatli, foydali kontent chiqaraman. Va bu kontent bilan orasida yashab turgan uyimiz, men va turmush o'rtog'imga tekinga tushgani haqida kontent bilan yozganman. Agar o'sha reelsim chiqishini xohlasanglar, uni bo'lib qo'yinglar. Albatta, qanaqa oson o'zim xohlagandek uyalganimni gapirib beraman. Niyat daftarimdagi qog'ozlarni ham ko'rsataman. Birga bir amalga oshgan. Sizlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar, foydali bo'lyaptimi yoki yo'q. Albatta bu videoni yaqinlaringizga, dugonangizga tashlab qo'yinglar. Ularga ham albatta foydali bo'ladi. Agar menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan keyingi kontentlarim juda ham foydali, siz qidirib yurgan kontentlar bo'ladi.